bizani studiyamizda retinolni juda ham ko'p turlari bor. Shuning uchun sizlarga hozir faqatgina bir qanchasini bir-biridan farqini va aynan kimlarga to'g'ri kelishini tushuntirib o'tamiz. Sizlar bu yoqda bizda pH formulani retinolli maskasi va kremi keladi. Maskasini bemalol hattoki hali retinol ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz ham foydalansanglar bo'ladi. Kremini bo'lsa ehtiyotkorlik bilan kiritishinglar kerak bo'ladi, sababi u 1,5% retinol kompleksidan tashkil topgan. Undan keyin juda ham ko'p ayollarimizning qo'ynidan yo'l olib bo'lgan, уже allaqachon Zoskinning ham retinolli kremlari mavjud bizda. Bu yoqda 0,5% va 1% retinol. Kim agar hali boshlamagan bo'lsa retinol ishlatishi 0,5%ligidan, kim allaqachon ishlatayotgan bo'lsa 1%ligidan foydalansa bo'ladi. Keyingisi bizda Babur retinoli. Bu yoqda 50 ml va 15 ml hajmda bor. Sizlar agar уже allaqachon ishlatayotgan bo'lsangiz, katta hajmini endi boshlayotgan bo'lsangiz, kichkina hajmini olsangiz bo'ladi. Ichida 3 xil retinol bor, bakuchol bor, retinil palmitat bor. Shu bilan birgalikda kapsulalangan retinollarni ham o'z ichiga oladi. Bemalol ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizlarga sivritka ko'rinishida yoqadigan bo'lsa, unda Skin Intellectual Solutions mana shunaqa 1% va 0,25% retinollari ham mavjud. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 0,25%liga hali ishlatib ko'rmaganlar uchun to'g'ri keladi. 1%liga allaqachon ishlatishni boshlab, yuzlarini ko'niktirib olganligi mos tushadi. Retinol xarid qilgan har bitta mijozimiz uchun shunaqa ishlatish bo'yicha yo'riqnomalar ham hisob beramiz. Xaridni amalga oshirish uchun direkt orqali murojaat qilsangiz bo'ladi.